Farzandingizga o'yinchoq olib bermang. Sababini video oxirida aytaman. Gapirmayotgan farzandingiz bo'lsa, albatta shu 5 ta tavsiyamga amal qiling. Birinchisi va eng muhimi bu uyda nutqiy muhit yaratish. Aksariyat holatlarda gapirmayotgan bolalar o'z xohish-istaklarini bildirish uchun jestlar orqali o'zlarini tushuntirishga harakat qilishadi. Ya'ni barmog'i bilan ko'rsatadi yoki o'sha xohlayotgan narsasini oldiga borib isterika qiladi. Xullas, nutq bilan emas, imo-ishoralar bilan xohishlarini bildirishga harakat qilishadi. Va aksariyat ota-onalarning xatosi shu paytda xohlayotgan narsasini olib berishadi, qilib berishadi, u gapirmasa ham bolani tushunayotganligini bildirishadi. Bu esa bolada shunaqangi xulq-atvori mustahkamlashga sabab bo'ladi. Va keyingi safar ham bola gapirmasdan o'zini jestlari orqali xohishini bildiradi. Siz bu holatda "Sen nima xohlayapsan? Ko'rsat, men seni tushunmayapman. Qaysi birini olib beray? Bunimi, unimi?" deb boladan nutqi talab qilishingiz kerak. Faqat eng muhim qoida gapir degan so'zdan foydalanmang. Sababi uni nutqga nisbatan negativ tuyg'ularni shakllantirib qo'yasiz. Shunchaki "Seni tushunmayapman, ko'rsat, o'zing ayt" deb so'rang. Ikkinchi tavsiya, ekran vaqtini qisqartiring. Qancha ko'p bola multfilm ko'rsa, xoh u televizorda bo'lsin, xoh u planshet yoki telefonda bo'lsin, bu uni nutq zonalarini tormozlashtirishga sabab bo'ladi. Bu ilmiy isbotlangan. Ha, to'g'ri, siz aytishingiz mumkin, xolamni qizi, qo'shnimni bolasi multfilm ko'rib, 3 ta tilda gapirishni boshladi, inglizcha saniydi, ruscha mevalarni aytadi. Har xil tilda har xil narsalarni nomlashi, demak, u gap tuzib, to'liq gapira oladi degani emas. Ko'pincha konsultatsiyaga kelgan bolalar 3 xil, 4 xil tilda nomlashadi narsalarni, lekin bitta tilda mustaqil gap tuzisha olmaydi. Demak, bolada 2-3 tillilik ketayotgan bo'ladi. Shu sababdan birinchisi ekran vaqtini qisqartiramiz. Unda ko'p tillilik shakllanmasligi uchun, ikkinchisi ko'ruv idrokiga, ya'ni zreniyaga va miyaga bosimni qisqartirish uchun, kamaytirish uchun biz ekran vaqtini ham kamaytirishimiz kerak. Yana bir ekran vaqtini qisqartirishi sababi bu ko'pincha multfilmlarda qahramonlar dialogdan foydalanishmaydi, gapirishmaydi va bola ekran qarshisida shunchaki monolog eshitib o'tiradi. U bilan jonli muloqot bo'lmaydi. Nutq rivojlanishi uchun jonli muloqotning o'rni katta. Shu sababdan ekran vaqtini qisqartirib, u bilan jonli muloqotni ko'paytirishimiz kerak. Keyingi tavsiya, o'zingizni nutqingizni kontrol qiling. Siz agar 3 yoshli yoki 2 yoshli bola bilan "Yur chom-chom qilamiz, yur ashya yeymiz, ana popog'ingni kiy" deb erkalanib gapirishadigan bo'lsangiz, farzandingiz ham aniq shunaqa gapiradi. Bolani ilk logopedi bu uni ota-onasi bo'ladi. Bola ko'rib, nutq rivojlanadi, ko'rib taqlid qiladi. Shu sababdan siz o'zingiz ham bola bilan tiniq va ravon gaplashishga harakat qiling. Murakkab so'zlardan foydalanmang. Sodda so'zlar, sodda buyruqlar, lekin erkalanib gaplashmaslikka harakat qiling. 4-qoidamiz esa o'yinchoqlarni qisqartirishga harakat qiling. Ko'pincha bolalar bor uyda o'yinchoqlar yoyilib yotadi. Kerak emas legolar, singan, chiqqan mashinalar va juda ham ko'p qimmatbaho o'yinchoqlar olib berishadi ota-onalar. Bu bolani umumiy rivojlanishiga ham salbiy ta'sir o'tkazadi. Undan ko'ra 3 ta 4 ta rivojlantiruvchi, taxtali o'yinchoqlar olib bering, ana o'shalarni o'ynab, bola vaqtini o'tkazsin va ular bilan qiziqarliroq o'yinlar qilishga harakat qiling. Bolani uy yumushlariga jalb qiling. Aslida bola rivojlanishi uchun unga ortiqcha mashg'ulotlar kerak emas. Uy yumushlariga jalb qilishingiz o'zi ham bolaga yaxshi ijobiy ta'sir qiladi. Masalan, idish yuvasiz, idishlarni yig'ib ber, lattani olib borib qo'y, chang artishga yordam bervor, pileni chayib qo'y, kiyimlaringni taxlab qo'y, kiyimingni o'zing kiy kabi oddiy narsalar bolani misli ko'rmagan darajada rivojlantiradi. Hatto mutaxassisga olib borsangiz ham birinchi o'rinda o'ziga o'zi xizmat ko'rsatish ko'nikmalarini shakllantiradi. Siz buni ham pulingizni, ham vaqtingizni ekonom qilgan tarzda uyda o'zingiz o'rgatasiz va albatta uni sog'lom rivojlanishiga katta ta'sir o'tkazgan bo'lasiz. 5-muhim qoidamiz bu kun tartibini normaga solish kerak. Qachonki bola uxlashiga, o'ynashiga, ovqatlanishiga, rivojlantiruvchi mashg'ulotlarga vaqti taqsimlangan bo'lsa, vaqtida uxlab, vaqtida tursa, ana o'shanda bola rivojlanadi. Bola uyg'oq paytida olgan informatsiyasini miyada refleks darajasiga tushirishi, miyada yaxshi xotirada qolishi uchun u uxlashi kerak. Bola uxlaganda rivojlanadi. Shu sababdan albatta rejim taqsimlangan va ratsion normaga keltirilgan bo'lishi kerak. Qachonki farzandingiz uglevodga emas, oqsil va kletchatkaga boy narsalar yesa, ratsioni normada bo'lsa, shunda u o'rgangan narsalarini qabul qiladi, xotirasida qoldiradi va
nutqi ham, umumiy rivojlanishi ham normada bo'ladi. Agar farzandingiz 2 yoshdan oshdi, lekin hali ham gapirmayotgan bo'lsa, unda quyidagi raqamlarga murojaat qiling va siz bilan aloqaga chiqamiz. Videoni saqlab qo'ying va sahifamga obuna bo'lishni unutmang.